hozir shin eksklyuziv TMTV premiyasi tarixida birinchi martaba biz Tataristondan, Qozondan ko'chilib bo'lgan Boshqirdistonga izva qilasizlar. Hammaga birgalashib hozir ko'rsatib biz hurmatli do'stlar, bizning jirishchilar naqta shu qizil filmdan uzib, bizim bilan birozgina oralashib olib, kriptaki tirlar sahnalarida hamda o'zlarining eng shab chiqishlarini sizga da taqdim etarlar. Ayya, qizil film har vaqt tarasha intriga, chunki biz borimizni dur ko'rsatib ketamiz. Kimsin shivar? Qaysi artist, qaysi jirishchidan tandemda bo'lib, ham albatta shunday ekstravagant, qiziqli, kutilmagan obrazlar. Bizning birinchi qonog'imiz qizil filmga Mana yanında basıp turgan yigitlerden qarab anlab bular endi ul Tataristondan ham Boshqirdistondan qazaqan artisti Irka kile jamaat. Egizlar bilan burada basıp turishlarga boribizda olqishlar bilan albatta qarshilib. Irka kerak, Irka hamon kuchli armiyasi aksiyoni obrazini qarab, Kelgiz bundara, kelgiz Irka filmda пожалуйста. Ey, o'rtaga. Mana qara, sizning endi hozir mana kelgan shu-ku. Shunday obrazlaringizga butun kuchli e'tibor etdi. Mana shu obrazlaringiz to'g'risida so'rashib ketdik. Kim so'yladi? Qachon o'ylab topdingiz shu shayx obrazni? Benim komandada 15 ga yaqin kishi ishlaydi. Hamda albatta bizning shu komandaga bizning kiritilgan stilistimiz bor. Bo'ldi Saliya ismli qiz. Shunga ko'ra har birimizdan har bir element, har bir birimizdan har bir kichkinagina bir temaga qatlik Liliya biz bilan shug'ullanadi. No, biz zo'r e'tibor bilan sizni qarab boramiz. Serkasini, komandani aytarimlar yilona yo'qincha necha martaba siz obrazni almashtirasiz, kostyumlarni. Kim deganda bir 8 qiz topdim. Aytırga kerak, bizda bugun juda yangi ta'sirlar, chunki Boshqirdistonda bizning albom brendida ishlaganimiz yo'q edi. Yangi lokatsiya, yangi kishilar, yangi tomoshachilar ham bu o'zining ziddarisida kunida bir nechta tur keldi, bilasizmi? Endi nitib ular isida tugul, bulutlarda chiqib turgan shunday yaxshi yana ishlanishni havodirishlar. Ham shu shay birini tag'in to'llantirib tura, ol endi tege jirishchilarning bizni bilan jala angamaga kiruvi, bunda bosib turgan shu tege tomoshachilarning, jurnalistlarning menga yaxshi etib tege reaksiya bildiruvi, Polsha bu yilmayu kulib o'rtaga tege ko'proq Elbette ki sizning olqishlaringiz ostida biz ularni shunday yoqinroq chaqiramiz olar. Olar bizning jirishchi Ilvina, men aytam siz olqishlaysiz, aytasiz hurmatli do'stlar. Filiz Tahira. Oltin tovushi Filiz Tahira. Aytasiz, o'rtaga. Ham go'zal Garafiyeva shulay kuchli olqishlar bilan aytamiz. Aytasiz, Ilvinadan boshlaylik, Ilvina. Narsa deb aytasim kelamda, Ilvina o'zing shuni qadarli keng qirli shaxs har vaqtdan gidir kurslarga yuri, kamillasha, o'sa biz bilamiz, sening eng yaxshi produktlaringning birisi deb aytaman. Men ijodiy produkt u qizing. Bugungi kunda nelar bilan shug'ullanadi? Ham prodyuser bo'l, avvalmi o'z qizingni? Bizga rahmat, xayrli kun barchangizga. Durustini aytganda, shundan da bu eng zo'r ham Titrendirgish deb aytasim keladi bu proyekt. Chunki shundan da men big bir shilaman uning uchun. Ham bugungi kunda endi biz yangi joylar yozdiramiz. Güzel bizning güzel birda yilmayman inshaalloh, güzel yilmayli. Men bilan seni yilmagan big motor. Aslida narsalar, chunki go'zal bugun birinchi marta TMTV premiyasida. Endi seni tog'ida ko'proq yaratsinlar uchun, istab qoldirsinlar uchun bir bizning kameralarga qarab qo'lga bo'ladi. Ayya, qo'lga. Sen hatto ko'rsha turib, u beb jibargada mumkinsan bizning ayrisha irodlar auditoriyasi uchun. Güzel. Воздушный поцелуй. Filizda yilmayu shuning mana sezilib tura shu yana. O'sha endi anlab turasizmi bitinda, shunga ko'ra men hozir qo'rshilib turam, bilasizmi, o'zimda qo'yib qo'yilgan bilmayman. Sening bir shundan bugungi sening chiqishingga birinchi ta'sir yasamayapmi? Yo'q, u menga kirisincha ko'proq tushkuna beradi. Yürek yarsın, hisler paylayım benim canımda. Yaradan şu canım sine. Yaradan dibeydüler
Takdir.